Esselamu aleyküm bütün dünyadaki Uygurlarım yaxşımısılar. Ete 5 Şubat Gulcu katliamınınki yıl münasibeti. Gulcu'da şehit olgan bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. İnşallah bu günü herkes unutup kalmayımız hem tecavüzcü Xitaylarga unutkuzmayımız. Allah kalırsa Gulcu katliamında, Ürümçi katliamında, Atış Bağrın katliamında, hatta vatanımız işgal olup ta bugünkü şehit olgan bütün şehitlerimizdeki intikamını çukum almaya kalmayımız inşallah. Süyümlü kırımdaşlarımız, sizler ve biz şu katliamlarda şehit olgan şu şehitlerinki evlatları. Bunun burun tarihte Uygur devletini, Karahalli devletini, onun keyinki padişahlıklarını hem iki cumhuriyetimizi kurgan şu ecdatlarınki evlatları. Uygurlar olsa tarihteki tuncu olup şehirleşken hem ticaretini dünyaya yaygan, tuncu doktorxana saygan, kağıtçılık, yediş işlerini icat kıygan, akıllı bir millet. Bu millet devlete başçağda, özgür vaxtıda bütün dünyaya medeniyet yaygan, şallık tarih yaratkan bir millet. İnşallah yılımı hem biz vatanımız müstakil olsa, hani şu millet bulaş sıfatımız olan bütün dünyaya özümüzdeki iktidarını, gücünü, aklını köstüp koyumuz. Şunun için süyümlü kırındaşlarımız bu cumhuriyetin kuruluş günlerine olsun ve Gulcu katliamının yıl münasibetine olsun fakat çıkıp meydanlarda cakırap koyaş, vakırap koyaş yetmeydi kırındaşlar. Biz şu şehit olgan, şu şehit ve gazilerimizle yaşayalığa vaktimizde, şu vatanımızın müstakillik için canımızdan, kanımızdan keçerliğe vaktimizde, vatanımızı yol açalığın vaktide, vatanımızdan işidin teşidin kozgalalığın vaktimizde, inşallah emden keyin vatanımızı müstakil kılıp halkımızı kutkazalığın vaktimizde ecdatlarımızga layık olalayımız. Ben Müslüman degen dini namımızga layık olalayımız. Men Uygur degen milli namımızga layık olalayımız. Aşı güzel Şarkı Türkistan şu Uygur devlet topraklarına layık evlat olalayımız kırımdaşlar. Hem evlatlarımızga güzel bir özgür bir devletini miras kaldıralığın vaktimizde üzümüzge hem ecdatlarımızga yaratkan Rabbimizge yüz kilalıyımız kırımdaşlar. Şunun için bizdeki kılıdığan işimiz tecavüzcü Xitay konsolosluğunu takap koyap çağallık oynayan ketken vaxtıda. Şembe ekşembe bayramı kıp koygan vaxtıda Xitay konsolosluğunun alır namaz kıp koyaş. Fakat bu olan bizden kılıdığan işimiz emas kırımdaşlar. Bizden kılıdığan işimiz, kılıgan her bir işimizde neticenin görülüş. Ama neticesiz işlerini kılışımız halkımızda aldaştın, üzümüzde aldaştın, yançıkımızı tonlaştın başka şey emas kırımdaşlar. Şunun için kandali gibi iş kıyığa vaktimizde oynanıp durup, tefekkür kıp durup iş kılışımızı tavsiye kılamam. Çünkü bir kıtımlık tefekkürünün ming yıllık ibadetten evvel dikenlikini ecdatlarımız bizge sözgen kırımdaşlar. Şunun için tefekkür kılaylı, emeli iş kılaylı, kılgan işimizde neticemiz olsun. Bu şu sözlerini kılıp ahırda bir söz yadamı keldi kırımdaşlar. Yakında Türkiye'de bir mescidin imamı emas, hatta sırtta davet ile şugullanan bir imam kaslap öldürüldü. Ama bu imamın ölümü bütün Türkiye'de, bütün medya, bütün haberlerde takıldı. Ne için bilemseler? Bunun aldırımı neticilgen imamlar ölgen idi. Kördük. Neticilgen hoca cemaatlerin başlıkları ölgen. Ama bu kadar köp insanlar bu kadar tesir kozulmagan idi. Sebep ne bu? Çünkü bu adam hiçbir devletten maaş almayı, hiçbir cemaatke bağlanmayı, koçada, sırtlarda, halkına davet kıygan bir imam bo'lganligi uchun bunun kıygan işi o kadar çok alkışga erişti, ölümü aziz oldu, hayatım aziz oldu. Ama hayat vaxtida hiç kim qadrini bilinmey, konu çapan bilen ötep ketken, başkalar tarafından saran sorun deyilgen insan idi. Süyümlü kırındaşlarımız, İslam davettir. Davetni ep baralığan adam dünyada ve ahirette aziz buldu. Peygamberimiz Mekke Medine'ni hicret kılış, fetih kılıştın burun 15 yıl davet ep bagan kırındaşlar. Mana şu davet ep baralığan alim yolumana. İnsan boğandiken alavet hatalık oldu.
to'g'risini so'zlab kelsak, da'vatchi ulamolar ichki dunyo xor bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun da'vat sal qaramasligimiz kerak. Butun dunyoda, islom dunyosida da'vat azob etganlik uchun musulmonlar cho deganda qarindoshlar, etava ammo lekin amali yo'q bir insonlarga aylanib qoldi. Nurg'unlagan musulmon davlatlar qarsanlar, hashamat masjidlar var, ama namoz qiladigan jamoatning tayini yo'q. Ama bizning vatanda-chi? Bizning vatanda masjidlar to'shab ketadi qarindoshlar. Hammanglar yaxshi bilasizlar. Tajovuzchi Xitoy bizning vatanda nima uchun islomga bu qadar dushmanlik qildi-yu, ammo boshqa davlatdagi musulmonlar bilan yaxshi, Talibanlar bilan yaxshi, Saudiya Arabiston, Dubay bilan yaxshi, bizlar qarindosh bo'lgan qirg'iz, qozoq musulmonlar bilan yaxshi. Bunun sebebini bilemsizler? Çünkü bizim vatandaki musulmonlar saf musulmonlar idi. Bir cemaat idi. O cemaat bu cemaatte netçigi bölenmegen. Şiasi, osu busu yoktu qarindoshlar. Bir cemaatti, bir mezhepte idi. Mana şu birlikimiz tajovuzchi Xitoyning yuqorishiga yetib eshib qoladi. Xalqimizning birligi yetib eshib qoladi. Tajovuzchi Xitoyni qo'rqatgan, butun dunyoga zolimlarni qo'rqatgan narsa mana bizdiki mana bu birlik edi qarindoshlar. Biz chet eldimi mana bu birlikimizni saqlab qolamadik, afsus. Suyumli qarindoshlarimiz, chet eldagi butun Uyg'urlarga deydiganimiz islomdagi birlikimizni, Uyg'ur qondagi birlikimizni, vatan birlikimizni, bayroqdagi birlikimizni saqlab qilishimiz kerak. Biz ana shu vaqtida vatanimizni qutqiza olamiz qarindoshlar. Chet elga chiqib qarasak, ba'zi Uyg'urlar ba'zi jamoatga, ba'zi Uyg'urlar yana bir jamoatga tava bo'ladi. Mısır'da o'qib kelgan ulamolar Saudiya Arabistonnikini yoqtirmaydigan, Saudiya Arabistonniki Misrnikini yoqtirmaydigan ish bek ig'ir qarindoshlar. Bunda qilmaydi. Hammamiz bir jamoat bo'laylik, bir musulmon bo'lganligimiz uchun. Nechiga bilinmaydi. Ham da'vatchilar bo'lsin. Chet elda qaraydigan bo'lsak, necha minglagan ulamolar bor. Ammo sirtda xalqni da'vat qilib, masjidga akiralaydigan, xalqni uyg'ota oladigan ulamolarning qanchalik bor qarindoshlar? Barmoq bilan sanagadik bor yoki yo'q. Vatanimizden işte turup, biz tajovuzchi Xitoyning zulmü turup, ulamolarni so'laydigan turib, Xitoydan bir mo'chin mashamaydigan Muhammad Salih Damullamdek biz ulamoni ko'rgan qarindoshlar. Muhammad Salih Damullam hech bir masjiddan imom emasdi. Xitoy imomligini bermagan qarindoshlar. Nima uchun bilamsizlar? Haqiqat ustida mustahkam tura olganlik uchun. Xalqni uyg'ota olganlik uchun. Din islom uchun tugib xato olganlik uchun bu odamni masjid imom qilib qo'ysak, xalq qo'zg'alib ketadi deb iman qilmagan. Shundoq bo'lsa bu Muhammad Salih Damullam ta turmagacha shit o'g'ichi oxir tiniqigacha islom uchun xizmat qilgan. Bu shuning o'xshash netchi olim ulamolarni ko'rdi qarindoshlar. Hayotlarni turmadiklarini so'zlamayman. Dunyodan ketganlarni deb bersam qarindoshlar. Atishda İsa Damullam deb bir olim bor edi. İsa Damullam tajovuzchi Xitoydan bir mo'chin mashamaydi. Hech qaysi masjidning imomi emasdi. İsa Damullamni tajovuzchi Xitoylar bir to'yda, bir uylandimi qarindoshlar bir polo, choy bilan zarli sharqalib o'ttirib etdi. Bu odam mangan tug'an yer da'vat deb boradi. Butun xalqni da'vat qiladi. Shunga o'xshash bizning vatanda 16 shaharda balki mana shunday olim ulamolarimiz bor edi. Mana mushuni cho deganda bir mo'chin mashamay turib, bag'an tug'an yerda da'vat deb boradi. Ko'ni chapan bilan, ko'ni kiyim bilan kesimi, kambag'allik bilan kesimi, haram yemisimi, ammo u dunyo, bu dunyo izzi bo'ldi qarindoshlar. Shunga o'xshaydigan Abdukim Maqsumdek qog'ilib, mana Abdukim Maqsummi hech qanday yerdan mashamay, bir mo'chin pul olmay, 10 mingga yaqin shogird tarbiyalangan qarindoshlar. Abdukim Maqsum o'zininki 4 dona quloq gap anglamaydigan shogirdini biriga akirib urib ketgan qarindoshlar. Yaqinda anladim. Urib dediki, 10 ming dona shogirdim var, 100 ming dona bo'lmag'icha tajovuzchi Xitoy qarshi amal harakat qo'zg'amaymiz. İnşallah yani 10 yildan keyin 100 mingga yaqin shogirdim bo'ladi. Andin bütün vatanimizdagi 16 shahar tangli qo'zg'ashulab tajovuzchi Xitoyni vatandan supurib chiqaramiz, vatanimizni mustaqil qilamiz. Ucha kuchquvani qisishda o'zining sal qani qiziq qo'ygan, borish qilaman degan shogirdlarini ogohlantirib ekan. Ammo afsus, bu da gap anglamay aldırıp ketib qarindoshlar, o'zimi hech qanday natija yo'q. Birlari hozir chet elda, Turkiyada jo'g'irib yuriydi, birlari vatanda turmada, birlari u yerda bu yerda qarindoshlar. Shu ustozning gapini olgan bo'lsa,
10 yıl emas, hazır Allah'tan 20 yıldaki ötüp ketdi qarindoshlar. Vatanimizning mustaqilligi mana shundoq nurg'un bana sebepler bilan keyin chekinib ketdi. Hatta şu Qozog'istonda şehit qilingan 4 tane mücahit pul uchun şehit qilib mücahitlarimizniki iqtisodi ana shu yerda tajovuzchi Xitoyning munofiqlarining qo'liga tushib ketib, jihad qiladigan, vatan mustaqil qiladigan qurol yarog' iqtisodini o'g'irlab ketib, mana shuningdami nurg'unlagan ziyon zahmatlar ham mustaqilligimizning chekinishiga sabab bo'ldi. Bunun o'xshaydigan nurg'un sabablar va qarindoshlar. Nurg'unlagan fursatni qo'ldan bergan bo'lsak, emdilik tikiladigan fursatni qo'ldan bermaydi qarindoshlar. Hepimiz olsun Allah qo'yanglar, ertagin o'lib ketsek, bizga o'xshash qarindosh topolmaysizlar qarindoshlar. Bizmi hech kimdan bir mo'chan ma'shamaymiz. Birisidan bir pul ma'shamadik, nechchimizni bu davoni qilyapmiz qarindoshlar. Yanchiqimizdan xarjlab turib, o'zimizning baldalarimizga beradigan, ayolimizga beradigan, keyin bir tal kiyimni oz kiysin, bir luqmani oz yesin deb o'zimizning ayol baldalarimizning oilamizni ishlatadigan haqlarni biz bu davoga sarf qilyapmiz qarindoshlar. Bizning ya birdan uyimiz yo'q, uy yilib olmadik. Bir o'zimizning shaxsiy holimizga ishlatib olmadik. Mushu chapanni vatandan tortib kiyib kelyaptik. Yilim kiyyapmiz qarindoshlar. Mushundaq japan mushaqqat cheksakmi, har bir tiniqimizni, har bir sinit pulimizni ochqanmasak, talada qolmasak bo'ldirib, bu davo uchun atayapmiz qarindoshlar. Shuning uchun mana mushundaq badal to'lagan vaqtimizda vatan qo'lib keladi. Faqat bir Abduvali Bug'roning yana bizning badal to'lgani yetmaydi. Hammamizda mana mushu fidokorlik qilish kerak qarindoshlar. Eng avval nishonimiz vatanimizni mustaqil qilish, xalqimizni qutqizish, undan keyin inshaalloh nemish qilsak, arziydi, aqidi, yarışılı qarindoshlar. Allah razı shundoq go'zal orzularimiz bor. Vatanimiz bir mustaqil bo'lib ketsa, butun xalqimiz turmalardan qutulib ketsa, vatanning boyligi, xalqimizning tirishchiligi, o'zimizning tirishchiligi bilan biz Dubaydan mı boy bo'lgan, Saudiya Arabistondan mı boy bo'lgan, go'zal bo'lgan bir davlatni qura olamiz qarindoshlar. Belki İslam dünyasida eng taraqqiy qilgan davlatni sizlar bilan biz qura olamiz. Chunki atalarimiz tarixda İslam'ı kabul qilishdan burun Uyg'ur davlat qurgan vaqtida milodiydan burunmi 5 asr dunyodagi eng kuchli Uyg'ur davlatini qurib yashagan qarindoshlar. İnşallah biz shularning avlodi. Qaraxonli davlat qurilgan vaqtida shu zamondagi eng taraqqiy qilgan, eng kuchli bo'lgan bir davlat bo'lgan qarindoshlar. Qirg'iz, Qozoq, O'zbekiston, bugungi Tojikiston, Afg'onistonlarni fath qilib, mustaqil qilib, Ashyoqcha haqiqatni, adolatni yaya olgan qarindoshlar. Ammo işte Cumhuriyet kurgan vaktimizde aciz geldik. Çünkü Rusya, Xitoy hem başka kafirlarla birleşip biz Uygurların karşı hareket kıyganlık için hem keyinki Cumhuriyet'te uyanı keltirip reislerimiz, liderlerimiz Rusya'da birileri ayetlerden düşüyor dedi, birileri türemek usulü dedi. Bana bu şundak suikastlar boğanlık için bizdenki keyinki tarihlerimiz şallık emes belki kaygılı kulak kaldı. Ama inşallah bunun değil keyin bana bu şu tarihten ibret edip, bana bu tarihten ders edip Allah kalırsa ecdatlarımız kuran Qaraxonli devlet dedik. Uyghur devlet dedik. Onundan mı günlengen, onundan mı canlılık devlet kuruş, sili bizden saklap durduk qarindoshlar. İnşallah bizim Sultan Stuk Bug'roxon ecdadımız evlatlarına güzel Qaraxonli devletini miras kaldırgandik. Bizim güzel Uyghur devletini evlatlarımızga miras kaldırışımız gerek qarindoshlar. Bütün qarindoshlarımızınki Uyghur bo'lmagan qini buzuq, nankor, milliy munofiqlarning keyidin emas, haqiqiy qinisab bo'lgan, haqiqiy Bug'roxonga avlod bo'lgan bizda qarindoshlarning orqada minib, destek berib, putulab, qo'lulab, jon bo'lib, jigar bo'lib, vatanimiz mustaqillik uchun birga bo'lishga da'vat qilaman. Alloh hammamizga birlik va barobarlik ato qilsin. Inshaalloh G'ulji qatliamida bo'lsin. Taz Bug'roxonning tadbingicha shehid bo'lgan bütün şehitlerimizin makanı cennet olsun. Allah bizge mu şehit ve gazlıkını nasip etsin. Bunun din ki kiradigan ta kıyamet çıkıldıgan evlatlarımız din İslam için, vatan millet için küreş kıldıgan, cihat kıldıgan evlatlardan olsun. Bugün G'ulji katliam için söz kıygaldıkım için G'uljining adamları bir-biridan pakiz, ahlaklık, yaxshi insonlar bo'lg'achqa men bu chiroyli pokiston kiyimimni kiyib oldim. Shu qarindoshlarımızga hurmatim bo'lsin. G'uljiga hem 16 şehir qarindoshlarga salom bo'lsin. Assalomu alaykum.